Bir o'tinchi yigit bo'lgan ekan. U bozorga har gal o'tin olib kelib sotsa, 2 tangaga sotar ekan. O'rmonga borib o'tinni ko'p terib, bozorga olib kelsa, o'sha kuni bozorda o'tinlar ko'payib, o'tinlarning narxi kamayib, ba'zo'rga o'tinini 2 tangaga sotar ekan. Aksincha, o'rmonga borib ozroq o'tin terib, bozorga olib kelsa, o'sha kuni bozorda o'tinlar kam bo'lib, ozroq o'tinni ham 2 tangaga sotar ekan. Oz olib kelsa ham, ko'p olib kelsa ham hech 2 tangadan yuqoriga sota olmas ekan. Bir kuni u o'tin ko'tarib kelayotib, yo'lda o'sha davrning ulug' ilmli hakim zotiga duch kelib qoldi va unga salom berib, "Ey muhtaram zot, sizga bir savolim bor", dedi. U zot, "Ber savolingni", dedi. "Men oddiy bir o'tinchiman. Bozorga ko'p o'tin olib borsam ham, oz olib borsam ham 2 tangaga sotaman. Hech undan yuqoriga, hech undan pastiga sotmayman, faqat 2 tangaga sotaman", dedi. Shunda hakim zot kulib, "Ey o'tinchi, sening rizqing 2 tanga ekan", dedi va yo'lni davom etdi. O'tinchi bundan ajablandi. "Bo'lishi mumkin emas", dedi o'ziga o'zi. "O'tinchilikni tashlab boshqa kasb bilan shug'ullansam, 2 tangadan ko'p pul topaman", dedi. Va ertasi kuni bozorga borib, otasidan o'rgangan kosibchilik bilan shug'ullandi. Buni qarangki, ertalabdan kechgacha 2 tanga topdi. Ertasi kuni boshqa ish bilan shug'ullandi. Yana 2 tanga topdi. Bir kuni u yana boshqa ish ilinjida ko'p ishchilar orasida o'tirardi. Shunda uning oldiga bir bashang kiyingan boy inson keldi va "Ey yigit, sen dehqonchilik, bog'chilik qila olasanmi?" dedi. Shunda yigit, "Ha, albatta, qo'limdan keladi", dedi. "Unda senga ish bor, faqat kelishib olaylik. Meni uyimda katta bog' bor, unga qarab turish kerak. Yeb-ichishing, turar joying meni hisobimdan. Xizmat haqqing esa kunlik 2 tanga bo'ladi", dedi. Yigit bundan ajablandi va boyga qarab, "Iltimos qilaman, hech bo'lmasa xizmat haqqimni 3 tanga qilib bersangiz", dedi. Boy, "Yo'q, faqat 2 tanga bera olaman. Xohlasang shu, xohlamasang boshqa inson tanlayman", dedi. Yigit taqdirga tan berdi va o'sha inson bilan birga ketdi. Yigit boyning uyida, bog'ning yonidagi kichik bir kulbachada yashay boshladi va sidqidildan mehnat qildi. Bog'larga qaradi, parvarish qildi, bo'sh joylarga ekin ekdi. Bir kuni boy uni tekshirib ko'rish uchun bog'ning bir chetiga bir xumcha tillani ko'mib qo'ydi. Yigit uni topib olib, boyning huzuriga keldi. "Xo'jayin, bog'ingizdan bir xumcha tilla topib oldim. Bu sizning omonatingiz. Marhamat, oling", dedi. Boy bundan juda ham quvonib ketdi. Azaldan yigitning mehnatkashligiga havas qilib kelardi. Endi uning iymonli, e'tiqodli inson ekanligiga ishondi va shunday dedi: "Ey yigit, men seni anchadan beri kuzatib kelaman. Bu ham bir sinov edi. Sen sinovimdan o'tding. Meni yakka-yu yolg'iz qizim bor. Topgan bor davlatim ham mana shu qizim. Uni iymonli, e'tiqodli bir insonga topshirish mening eng katta vazifam va men mana shu vazifani uddasidan chiqish uchun seni tanladim. Agar rozi bo'lsang, davlatim va qizimni senga topshirsam", dedi. Yigit qizni ko'rdi. Go'zal, odobli bu qiz unga yoqdi va boyning kuyovi emas, o'g'li bo'ldi. Yillar o'tib, boy olamdan o'tdi. Uning barcha davlati yigitga qoldi. Yigit boyning ishlarini davom ettirdi va shahardagi eng badavlat insonlarning biriga aylandi. Bir kuni u shaharda ot minib, savdo do'konlarini aylanib yurganida, yo'lning chetida bir odam bilan suhbatlashib o'tirgan, "Sening rizqing 2 tanga" degan ulug' zotni ko'rib qoldi va otdan tushib uning yoniga keldi.
"Assalomu alaykum ey ulug' zot. Meni esladingizmi?" dedi. Hakimzod yigitga biroz termilib, o'tinchimisan? O'zgarib ketibsan-ku, o'tinchi?" dedi. "Siz o'shanda sening rizqing 2 tanga deb adashgan ekansiz. Mana ko'rib turibsiz, men shaharning badavlat kishilaridan biriman. Ayolim ham go'zal, oilam ham yaxshi, bitta farzandim bor", dedi. Shunda Hakimzod kulib yubordi va o'tinchi, uylanibsan-da, ammo bilib qo'y, sening rizqing haliyam 2 tanga", dedi. Yigit biroz ranjib, "Qanaqasiga 2 tanga? Mana bu ot, mana bu do'konlar bari meniki", dedi biroz jahl qilib. Hakimzod: "Xafa bo'lma o'tinchi, ammo sening rizqing haliyam 2 tanga. Qolgan narsalar oilang bilan qo'shilib kelgan. Allohdan berilgan ayoling va bolalaringni rizqidir", dedi.